Endi Tibetlarda nima uchun 80 ming odam ovoz berish qatnashidi degan masalani izlanib baktık. Biz bilan selishtirish jarayonida biz ichki davomli deydigan gapimiz bor. Ichki sabablar va tashqi sabablar bor. Tashqi sabablarni biz qilolmaydigan ishlar bu. Ammo ichki sabablarni biz qila olishimiz mumkin. Unda o'z Tibetlarning bu 80 ming odamni saylanib qatnashtirgan bu qizg'inlikning oq ko'rinishi nima? Bu vaqtda bir izlanib baktık. Men bu vaqtda izlanish orqali bunday bir narsani ko'rdim. Ya'ni Tibetlarda shu 1991-yil ma'qullangan bir asos qonun bor ekan. Buningki PDF nusxasi bor. Kerak lozim do'stlar bo'lsa bizning partiyaning tor betida bor. O'sha yerga chiqarib qo'yamiz. Shu yerdan ilib olsa bo'ladi. Buni biz ulga olgan ba'zi masalalar bor ekan. Buning uchun men bir tarafdan Tibetlarning shu 60-yillardan yillardan tortib Dalay Lamaning yetakchiligida kelgan bir siyosiy izchillik bor. Ya'ni bu Tibetlarda boshqa millatlarga o'xshash bir odamni qancha boshqa chiqarayotgan taqdirdami, o'sha odamning atrofida bir demokratik bir havo bor-ku. Garchi Budda diniga nisbatan, ya'ni lamalarninki, hozir Tibetlarning Budda diniga nisbatan Dalay Lamaning tavranmas bir o'rni bo'lsa, Dalay Lamaning saylanishi bir demokratik shaklda bo'ladi ekan-ku. Nurg'un ushaq bolalarning ichidan qaysi bola shu Dalay Lama bo'lishga muvofiq keladi deganni ashad 3-400 rahib birga o'tirib ovoz berish shakli orqali tanlaydi ekanda. Bu Tibetlarda 13-14 asrlardan tortib hozir qadar davomlashayotgan bir kichik demokratiya ekan. Xitoy shundan foydalanib vatan ishidagi yana bir Dalay Lamani saylatib chiqibdi ekanda. Ya buni hozir Tibet shunday qildi-ku Xitoy. Lekin bu yerdagi masala o Tibetlarniki har qaysi diniy mazhablarning doiralari bor. Doiralarining ko'pinchisi chet elda. Bu to'g'riliq yana ayrim programma qilsak bo'ladi. Tibet jamiyati amaliyotda asosan diniy jamiyat asosidagi bir jamiyat va Tibet millati ham diniy madaniyat asosiga turg'izilgan bir milliy kimlik. Bu yerdagi men shu Tibetlarning burundan tortib o'zining Dalay Lama, Banchan Lamalarni otidan baloga qoldirgan shaklda emas, saylam shaklda epmangadigan bu xil demokratik an'anasini bir xil siyosiy izchillik shakllantirgan bo'lsa, kishilarda saylamga sal qaramaydigan, ovoz berishga sal qaramaydigan bir an'anani shakllantirgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Yana bir tarafdan kuchli Tibet asos qonuni. Biz izchil deb kelyapmiz shu bizning asos qonunimizning toza nima deymiz endi. Ba'zanlarning ziddiga tegib ketadi. Bizning yillarning qo'llanib kelayotgan asos qonunimizda muhim tarmoqlarning tafsilotining belgilanmasligi. Hatto hukumatning xarakteri, hukumatning funksiyasi, hukumatda kishilarning huquqi va doiralarininki xizmat doirasi aniq belgilanmagan mujna masala tufaylidan bu bir abstrakt narsaga aylanib qolgan, shuar xarakterli narsaga aylanib qolganda biz davomli deyapmiz, vatanning mustaqilligi bu shuar xarakterli narsaga aylanib qolsa bo'lmaydi. Biz hammamiz deydigan, ammo manguga yetmaydigan bir narsaga aylanib qolsa bo'lmaydi uchun. Biz deyish bilan birga uni amalga aylantirish uchun chuqur amaliy har birimiz qo'l bestirib qiladigan amaliy xizmatlar bor, shaxsdan talab qilinadigan xizmatlar. Shu Tibetning asos qonunidagi bu konkretlik va nihoyat inchik holda har bir odamning huquq majburiyati, bu barliq kelish jarayoni, saylam, maxsus saylamga ayrilgan bir bob. Biz hozir qadar rasmimizningki saylamga bir bob ayirib bir asos qonun ko'mdik, bir modda bor ekandik saylamga oid nihoyat tom taqamdi-da. Uning ustiga bu yerda saylam ishxonasi haqida maxsus bir bob ko'rdim. O nechibatlik mazmun bor ekan saylam ishxonasi haqida. Saylam ishxonasi bevosita bularning sotninki kontrolida bo'ldi ekan. Buni hozir Tibetlarning siyosiy qurilmasi to'g'ri tushgan vaqtda deymiz. Ondan yana bir masala bu Tibetlarning siyosiy guruhlari va raqobatchilarining ichidagi mayli Sekyon bosh ministerni saylam raqobatga tushganlar bo'lsin va yoki parlament a'zolariniki saylam raqobatga tushganlar bo'lsin, bularning tashkillanishdagi axloqi, raqobatchilikdagi axloqi meni hayron qoldirdi-da. Bular bizga o'xshash sen degan Xitoyning odami demaydi ekanda. Bular fakt bilan men bo'lsam mundaq qilaman deb o'zining gapini davom ettirib boshqa odam to'g'riliq to'xtalmaydi. Asli ishni to'g'ri qiladigan odam boshqa odam to'g'riliq to'xtalmaydi uchun bu o'zining planini o'tirib qo'ydi. Boshqalarni birinchisi o'zining planini o'tirib qo'ysin deydi. Kishilar o'zining aqli bilan bu planlarni selishtirdi. O'zi hech qanday planni o'tirib qo'ymay, to'xtamay boshqalarning planini hujum qilish bu Xitoyning neniga yog' surkashdan boshqa ish emas bu. Bu Tibetlarning men havas qilgan bu taraf shundoq o't bilan suvdek bir-biri bilan dushmanlashib turib bular bir-biriga til tekkizmay, bir-birini hurmatli deb turib, xuddi erkin dunyodagi prezident nomzodlarga o'xshash o'zining planini o'tirib qo'yadi. Bularning ichida xil obdalla satqinlar bor. Hatto Tibet Xalq partiyasidan qarasak, biz hozirgi avtonomiya yetadi bizga deylik. Biz mustaqilligimiz yuksak avtonomiya talab qilamiz deb Tibetlarning kunini yig'ilashtirib atdik. Hozir Xitoylarning Tibetga avtonomiyasi yetadi. Pulning ustida Tibet chiqat bor. Ya'ni dunyoning qayerda bu yerda Hindistonda bizga yaxshilik qildirgan bilan pulning ustiga Tibet chiqat tez berdimi?
Shunchalar yaxshi avtonomiya versa, biz yana onun da yo'g'ini talab qilamiz deb, Jungo hukumat bilan arimizni yarg'alashtirib atdik. Biz texmi bakroq Xitoy hukumat bilan yaxshi paranglashib, arimizni yaxshilasak bo'ldi deyotganlar bor. Ammo bizning ishimizdagi zulm tugislan bo'ldi deydigan fikrlarga o'xshash. Ha. Aşılarını hem munafiq hain deb tilganını ko'rmadim. Faqat planı o'tirib qo'ydirsining bu plani aqmaydi deyapti-da. Nayt ilmiy aldiradi deyapti. Bularning salmoqqa qarab, biz o'rganadigan, hatto men o'rganadigan nurg'un narsa bor ekan deb his qildim. Gerçi buni men herkes tashabbus qilmoqchi emas bu xil satqinlikqa. Chunki aqmaydigan aniq biz Xitoyning madaniyat an'anasini tushunamiz. Ammo bu yerda yana biz hozir kelamiz Tibetlarning nima uchun bunday bir fikrga yo'l qo'yayotganligini. Ya'ni bularning raqobat axloqi, tashkillanish axloqi bu biz o'rganadigan nihoyat muhim bir nuqta ekan deb qaradim. Yana bir tarafdan bu Tibetlarningki yumshoq sabablarning biri uzilmas moliya manbasi. Dalay Lama apadim chiqqandimi oz pul bilan chiqmabdi ekan. Unisiga chiqqandan keyin ham Amerika hukumati alaydan oldiga qadam o'tib buni bir diniy dahi ekan, bir millatning rahbari ekan bu deb, uningga shu 50-yillarda hatto Amerikaning hech qanday davlat siyosat belgilangan mezgildalar yilda 150 ming dollarlik maosh bekitib berilgan-ku Dalay Lamaga. Mana bu uzilmas moliya manbasi Dalay Lama'nın kontrolligini kuchaytirgan, Dalay Lama'nın atrofidagi siyosiy havoni Dalay Lama kontrol qila oladigan bir xil shaklda epinishga bir imkoniyat yaratib bergan ekan. Yana bir tarafdan aytgan chog'da hamda shu Tibet sürgün hükümetinin atrofidagi butkul fuqarolar va Tibet sürgün hükümetinin a'zolarining hammasi parlament a'zolari o'rtaq bir iqtisodiy manfaatga, ya'ni Tibet shu markaziy moliyasiga, Tibet sentral hukumatining markaziy moliyasiga bog'lanishlik ko'pinchisi bütün fuqarolarning qutquzish ishlari, moliya ishlarining hammasi chet eldan kelgan 100 necha million dollarlik yordamning hammasi, hatto parlament a'zolari maosh oladi Tibetda. Ash parlament a'zolarining maoshidan tortib hammasi shu Tibet sürgün hükümet tarafidan Dalay Lama tarafidan bir taş taqsim qilindi-da. Ma bir o'rtaq buloqdan chiqayotgan suv hammasini shu eriqning bo'yiga tizganda bu masala bolalar talardan tepkilib kelib onining oldiga qo'yib anadagi ona tomoq etib bergandan keyin hammadan taqsim qilgandek ishkinda bor. Shundoq. Hozir bu har qaysi prezident nomzodlarining o'tirisidagi iqtidorli odamlar to'g'riliqmi yana ayrim program qilishimiz mumkin, ammo ba'zanlarni zeriktirib qo'yishdan ansirayman. Shunga keyingi bet tushib ketsak, yana Tibet sürgün hükümetining hozir qurilmasi. Chunki biz hozir Tibetlarningki shu tashkillanish shaklini biz havas qilgan bir muhim nuqta deb qaradik raqobat axloq bilan birga. 3-nuqtada tashkillanish va raqobat